Erim uydan chiqib ketishlaridan oldin ertalabki choyga ichishga bundoq pechenyelar ham qilib qo'ymaysan, choyga bo'ktirib yeyishga hadeb ko'chadan sotib olib kelamanmi deb aytib uydan chiqib ketdilar. Hali siz shoshmay turing, xotiningizni bilmas ekansiz dedim-da shart ishga kirishdim. Haroratiga ozgina saryonni olib qo'ydim va ustiga shakar solib yaxshilab vinchik qilib oldim. Ustidan bitta dona tuxumni chaqdim. 2,5 piyla unni solib xamir qilib oldim. Yumshoqqina va yog'liqqina xamir bo'ladi. Ozgina tingunungacha o'rtasiga olmali va yong'oqli nachinka qilib oldim. Bordi-yu siz ham shu pechenyedan qilmoqchi bo'lsangiz, eshitib oling. Olmani tyorkadan o'tkazgandan keyin suvini yaxshilab siqib tashlash kerak. Shunda qovurayotgan paytingizda qachon suvini shimarkin deb 10 soat qovurmaysiz. Uyimiz stakanida shunaqa shaklni berib, ustiga serdichka shaklini berib qo'ydim. Shu yuragim bilan qilganim sizlar dedim deydi. Lekin sizlar o'zini oddiy ruletga o'rab, uni bo'laklarga bo'lib pishirib olsanglar ham bo'ladi. Xullas, bu pechenyelarning ustiga hech qanaqa tuxum sarig'i-yu, oqi-yu hech nimasini surmaysizlar. Shunda qizib turgan duxovkaga qo'yib yuborasizlar. Iliq paytida saxirning pudrani sepamiz u dasturxonga tortiq qilamiz. Qizli sovchi kutganda Ramazon oyida stolingizda juda ham chiroyli turadi. Qilib olishni unutmang, xo'p.